Assalomu alaykum yana bir bor. 1-may 25-yil. Zar baxmalimizdan ikkita, biri 80 ga, ikkiga 30 razmerga kiyim ko'rpachalarimiz. Bitta katta 2 ga 2 30 katta ko'rpamiz tayyor bo'ldi. Mana po'paklik 3 ta ko'rpamiz ham. Tikilish choklari hammasi overlockga yopilgan. Mana men sizlarga tikilishini ko'rsatish uchun ko'rsatmoqman. Po'paklik tikilgan, arqonlik tikilganlarni hammasini overlockga yopaman. Kimga shunaqa komplektlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Bu to'y zarpomiz, qiz to'y zarposi. Nasib bo'lsa, paxtalangan holatlarini ham ko'rib o'zlaringiz baho berasizlar.